Tasavvur qilingki, bir vaqtlar dengiz to'lqinlari ostida suzgan kemalar, bugun esa quruq cho'l o'rtasida zanglagan skeletlarga aylangan shamol ularning zanglagan po'latini silkitadi. Qum ustida esa faqat sirli shovqinlar eshitiladi. Bu yer kemalar qabristoni O'zbekistonning eng sirli va hayratlanarli, lekin ayni paytda xavfli maskanlaridan biri. Videoni asosiy qismiga o'tishdan oldin kanalga obuna bo'ling. Kemalar qabristoni Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida joylashgan. 1960-yillarda Orol dengizi quriy boshlagach, Mo'ynoq porti asta-sekin cho'lga aylangan. Sirdaryo suvlari paxta dalalariga burilgan. Natijada dengizning suv sathi pasaygan. 1990-yilda dengiz Mo'ynoqdan 45 kilometr uzoqlashgan bo'lsa, 2018-yilga kelib bu masofa 180 kilometrga yetgan. Bugun esa sobiq port va Orol dengizi o'rtasidagi masofa 200 kilometrdan oshgan. Avvallari bu yerda o'nlab kemalar yotgan, ammo yillar o'tishi bilan ularning ko'pchiligi metall olom uchun kesib olib ketilgan. Hozirda bu joyda 11 ta kema qolgan. Ularning har biri asta-sekin yo'qolib bormoqda. Har yili shamol, yomg'ir va quyosh ularni yemiradi. Zang bosgan po'latlar, cho'l shamoli va sukunat bu joyni go'yo boshqa dunyoga aylantirgan. Bu joy nafaqat tarixiy, balki xavfli hamdir. Orol dengizi o'rnida qolgan tuz-qum aralash tuproq kuchli shamollar bilan havoga ko'tariladi. Bu changlar tarkibida zaharli moddalar bor. Ular salomatlik uchun xavfli. Ba'zi sayyohlar tunda bu joyda g'alati tovushlar eshitganini, shamol kemalarining zanglagan tanalarida hushtak chalganini aytishadi. 2017-yilda O'zbekiston hukumati bu joyni qayta tiklashni boshladi. O'z bitta kema restavratsiya qilinmoqda. Ularga hatto mamlakatlar nomi berish taklif etilgan. 1000-yil bosh kotibi Antonio Guterres ham bu joyga tashrif buyurib, Orol fojiasi insoniyat uchun saboq bo'lishi kerakligini aytgan. Hozir kemalar qabristoni nafaqat o'tmishning yodgorligi, balki ekologik ogohlantirish ramzidir. Agar siz kemalar qabristoniga borsangiz, bu joy sizga Orol dengizining o'tgan fojiasini his ettiradi. Har bir kema bir vaqtlar suv ustida ishlagan port kemasi, endi esa cho'l o'rtasida qolgan tarixiy xotira